Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun badandagi testosteron, ya'ni erlik hormonining miqdori va erlik degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi shu testosteronninki qandaq bir hormon ekanligi, uninki hozirgi erlarning badandagi tövəllab ketish ahvoli va uning sabablari, uning roli to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. Tövəndə diqqətinglar leksiyaning tafsilotida bo'lsin. Bu ko'rayotganinglar 2017 yili 10 ayning 2 kunisi shu Amerikadan chiqadigan dunyoga donliq Forbes jurnalininki tor betida e'lon qilgan bir maqola bo'lib, u maqolaning temasi siz sizning dadingizdagi er emas degan tema bo'lib, uningda asosliqi shu hozirgi erlarning badanidagi shu erlik hormonlarniki burunqi erlardan töven ekanligi o'tirib qo'yilgan. Ko'rayotganinglar dunyodagi o'xshamagan davlatlardagi erlarninki badanidagi shu erlik hormonininki miqdori bo'lib, buningda shu sus seriq rangdagi davlatlardagi erlarning badanidagi erlik hormon nisbatan töven, anandikin qiniq ko'k ranglik yoki qoriga moyil rangdagi davlatlardagi erlarning badanidagi erlik hormoniniki yuqori ekanligi ko'rsatilgan bu sol tarafdagi xaritada. Bu xaritada ko'rsatilgandagidek shu taraqqiy qilmagan, nisbatan taraqqiy qilmagan davlatlardagi erlarning badanidagi erlik hormoniniki yuqori ekanligi, anandan keyin nisbatan taraqqiy qilgan Kanada bo'lib va Kanada shu Yevropadagi davlatlardagi erlarniki badandagi erlik hormonining nisbatan töven ekanligi ko'rsatilgan. Bu o'ng tarafida bo'lsa shu erlik hormon eng yuqori bo'lgan 10 davlatdagi erlarning badanidagi erlik hormon statistika qilingan bo'lib, ularning birinchisi O'zbekiston, ikkinchisi Kroatiya, üçüncüsü Kamerun, dördüncüsü Azerbaycan, beşincisi Mongolia, altıncısı Etiyopya, yedincisi Kongo, sekizincisi Nigeriya, dokuzuncusu Suudi Arabistan, onuncisi Sudan. Bu davlatlardagi bir o'rtaqliq nima degan vaqtida u davlatniki iqtisodiy va sanoati nisbatan taraqqiy qilmagan davlatlar bo'lib, bu davlatlardagi erlarninki badanidagi erlik hormon nisbatan yuqori bo'lgan. Bu xaritada ko'rsatilgandagidek shu sus seriq ranglik bir qism davlatlar bo'lib, Yevropadagi davlatlarniki erlarning badanidagi erlik hormon nisbatan töven ekanligini bu xarita orqali ko'rib olishga bo'ldi. Undaqda bu testosteron degan zodi nima? Vaqtimizda testosteron erlarning asosliq jinsiy hormoni bo'lib, insonlarda testosteron urug'dan va mazi bezi qatorliq erlarning ko'payish to'qilmalarining yetilishida, jinsiy turmush, shundaqla muskullarning taraqqiy qilishi, sumaklarning ko'payishi, badandagi choch va tuklarning o'sishi qatorliq ikkilamchi erlik jinsiy alayliklarning yetilishi va taraqqiy qilishida nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bir hormon. Testosteron, ya'ni erlik hormoniniki qandaq roli bor degan vaqtida uning rolini tövendagidek bir nechta taraflarga yig'inchoqlashga bo'ldi. Birinchisi urug'dan va mazi bezi qatorliq erlik ko'payish to'qilmalarini yetildirdi. Ikkinchisi
spermaning hosil bo'lishi va bolaliq bo'lishni kontrol qildi. Uchinchisi, erlik badan aloyligi va badandagi choch tuklarning tarqalishini kontrol qildi. To'rtinchisi, jinsiy turmush havasni kuchaytirdi. Erlik jinsiy ojizlikning oldini oladi. Beshinchisi, muskullarning taraqqiy qilishi va kuchlik bo'lishiga yordam berdi. Oltinchisi, so'ngak zishliqini yuqori ko'tarib, so'ngakning oson sunib ketishining oldini oladi. Yettinchisi, badandagi may metabolizmi va mayning tarqilishiga ta'sir ko'rsatadi. Sakkizinchisi, ruh kayfiyat, energiya qatorliqlarga ta'sir ko'rsatadi. Mana bular testosteron, ya'ni erlik hormonniki asosli xizmatlari yoki roli. Undaqda badandagi testosteron, ya'ni erlik hormoni kam bo'lgan vaqtida yoki tuvan bo'lgan vaqtida qandaq oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida ularni tuvandagi bir nechta tarafga yig'inchoqlash mumkin. Birinchisi, jinsiy havas tuvanlaydi. Jinsiy ojizlik kelib chiqadi. Ikkinchisi, muskullar kichiklaydi, badandagi may nisbatan ko'paydi. Uchinchisi, erlik badan aloyligi o'zgaraydi. Badandagi choch va tuklar ozlaydi. To'rtinchisi, so'ngak zishliqi tuvanlaydi. So'ngak oson sunib ketish kelib chiqadi. Beshinchisi, energiya tuvanlaydi. Mag'dursizlik va og'irlik his qiladigan bo'ladi. Oltinchisi, kayfiyat turoqsizlashadi. Zehnini yig'ish, diqqatini yig'ish tez bo'ladi. Yettinchisi, tushkunlik, oson ochiqlanish kelib chiqadi. Mana bular badanda testosteron yoki erlik hormoni kam bo'lgan vaqtida kelib chiqadigan oqibatlar bo'lib, uning kamligi yolg'iz jinsiy jihatdagi ba'zi oqibatlarni keltirib chiqarmasdan, balki badanda nurg'ulg'an o'zgarishlarni paydo qilib, ruhiy kayfiyatga ta'sir yetkazadi. Badandagi testosteron, ya'ni erlik hormonininki tuvan bo'lishining sabablari. Testosteron, ya'ni erlik hormon tuvan bo'lishining sabablari har xil bo'lib, ularni cho'ng jihatdan masalaning manbasiga qarab tuvandagidek ikki cho'ng turga ayirish mumkin. Birinchisi, birlamchi sabablar, ya'ni testosteron ishlab chiqaradigan urug'dagi benormallik sababidan. İkincisi, ikkilamchi sabablar, ya'ni urug'dan boshqa a'zolardagi benormalliklar sababidan. Masalan, miya osti bezidagi benormallik yoki kasalliklar, kalaman kasali, böbrek zaifligi, jigar qetibilish qatorliqlar. Bular mushu benormallik yoki kasalliklar garchi testosteron ishlab chiqaradigan urug'danda bo'lmasimi, ammo urug'danning sirtidagi bu benormalliklar sababidan vositalik holda urug'danningki mushu testosteron ishlab chiqarishiga ta'sir ko'rsatadigan omillar. Undan boshqa masala yuz bergan mezgilga, ya'ni hayotimizning qaysi davrda yuz berishiga qarab, ya'ni tuvandagidek ikki cho'ng turga ayirish mumkin. Birinchisi, tug'ilganda bor sabablar, ya'ni tug'ma omillar yoki irsiy kasalliklar. Masalan, urug'dan normal taraqqiy qilmaslik yoki kam bo'lish, muskul yig'dab qilish, keslik qatorliq tug'ma yoki irsiy kasalliklar mushu badandagi testosteronning tuvan bo'lishini keltirib chiqardi. Ikkinchisi, tug'ilgandan keyin o'sib yetilish jarayonidagi sabablar. Masalan, böbrek zaifligi, jigar qetibilish, aydis kasali, diabet kasali, semizlik qatorliqlar. Bularmi badandagi testosteron miqdorining tuvan bo'lishini keltirib chiqadigan sabablar. Yuqorida men badandagi testosteron, ya'ni erlik hormonini tuvaltadigan sabablarni ikki cho'ng tur, ya'ni ikki cho'ng tur
to'rtdan har birisini ikkidan to'rt cho'ng turga ayirib chiqdim. Endi buni konkret sabablar nima degan vaqtida uninki tövəndikidək bir neçə xil konkret səbəbləri bor. Əlbəttə bular o səbəblərinin hamısı emas. Mən faqat bu yerdə şu bədəndəki ərlik hormonunun tövənləşigə səbəb bolğan köp uçuraydigan konkret səbəblərni tövəndikidək bir neçə tərəflərə yığınçaqlap chiqdim. Birincisi yaş, ya'ni erlər 40 yaşdan aşqan vaqtida bədəndəki testosteron miqdarı tövənləşkə başlaydigan bo'lib, yoshning cho'ng'ayishiga ergishib badandagi testosteron tövənləb mağdı. İkincisi urug'dan yallığı ve urug'dandaki başqa binormallik yoki kasalliklar. Üçüncüsü miya osti bezidagi binormallik yoki kasalliklar. To'rtinchisi semizlik. Badandagi mayning ko'payishiga ergishib testosteron miqdori tövənləb mağdı. Beshinchisi ko'p aroq ichadigan kishilarning badandagi testosteron miqdori tövən bo'ladi. Oltinchisi diabet kasaliga giribdor bo'lganlarning badandagi testosteron miqdori tövən bo'ladi. Yettinchisi ro'yi besim, jiddiychilik va oz uxlash badandagi testosteron miqdorini tövəltidi. Sakkizinchisi zərlik chekimlik va ba'zi dorilar badandagi testosteron miqdorini tövəltidi. To'qqizinchisi kimyalik va radioaktivlik davolash. Bo'lib rak kasalligiga giribdor bo'lgan vaqtida qo'llangan kimyalik va radioaktiv davolashlar badandagi testosteron miqdorini tövəltidi. Mana bular shu badandagi testosteron, ya'ni erlik hormonining tövənləşigə səbəb bo'lgan ko'p uchraydigan konkret omillar. Albatta, buning sirtidimi, ya'ni biz bilgan va bilmagan ko'plagan omillar, sabablar bo'lishi mumkin. Undaqda bu hozirgi bir avlod erlarining badanidagi testosteron miqdorining tövənləşigə, yüzlənishiga sabab bo'lgan omillar nima yoki qaysi sabablar tufaylidan shu hozirgi zamondagi erlar bilan burungi zamondagi erlarning badanidagi testosteron miqdori shu qadar farqli degan vaqtida mutaxassislarning qarashicha uning sabablari har xil va murakkab bo'lib, yuqorida o'tirib qo'yilgan har xil sabablardan boshqa yana qandoq sabablar muhim rol o'ynaganligi to'g'risida birlikka kelgan bir yakun yo'q ekan. Hozirgi erlar bo'libmi taraqqiy qilgan g'arb davlatlaridagi erlardagi ko'plagan o'zgarishlar testosteronninki tövənləşini keltirib chiqarganmi yoki u erlardagi testosteronning tövənləşi ulardagi o o'zgarishlarga sabab bo'lganmi? Ular orasidagi yo'nalishni aniq farqlantirish oson emas ekan. Ya'ni shu hozirgi erlarda biz ko'rayotgan nurg'un o'zgarishlar bu testosteronninki badandagi testosteron, ya'ni erlik hormonining miqdorining tövənləşigə sabab bo'lganmi yoki badandagi testosteron miqdorining tövənləşi bu erlardagi bu o'zgarishlarni paydo qilganmi degan vaqtida buningga aniq bir javob yo'q. Ya'ni har ikki xil qarashni qo'llaydigan mutaxassislar mavjud. Testosteron erni qiladigan birdan bir omilmi? Javob albatta undaq emas. Testosteron erlarning erlik aloyidliklari, jinsiy munosabat va avlodlik bo'lishda haqiqatan muhim rol o'ynaydi. Ammo u erni qilgan birdan bir omil emas. Chunki testosteron hormonini doğru shaklda iste'mol qilish orqali badandagi testosteron miqdorini yuqori ko'tarish, hatto jinsini o'zgartib, ayoldan erga o'zgargan kishilarning tashqi qiyofatini erga o'xshash qilish tamoman mumkin. Ammo bir erning erligi yolg'iz badandagi testosteron miqdoriga bog'liq bo'lmag'achqa, uning sababini texmi keng doirada izlanishga to'g'ri keladi.
Bugungi bu leksiyani müşahidə ağırlaşdırmoqchi. Hammanglarning diqqət berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizninki tenini salomat qilsin, sog'lom va uzun umr ko'rishga nisib qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.